Assalomualaikum, Yevroprotokol Bey. Operatsiyadir. Mesela mamalar olsa gelip oturun. Yevroprotokol ne o'zi bu? Fuqarolarga ne yardım ko'rsatadi? Yevroprotokol bu aslında avariya bo'lganda Vazirlar Mahkamasining 609 qarori bilan ikki fuqaro o'rtasida tuziladigan vaj Yevroprotokoldan sug'urtadan, aybdordan jabrlanuvchilar pul undiradigan vaj. Shuni biz uchinchi shaxs bu ikki sho'xning o'rtasiga kirib, shartnoma asosida ayblanuvchining sug'urtasidan jabrlanuvchilar pul undirib beramiz. Bizning aytadigan ishimiz shu. Hop, yaxshi, Yevroprotokol qaysi holatlarda tuzilmaydi? Yevroprotokolni Vazirlar Mahkamasining 609 qarorlarini, punktlarini kuzatib qo'ydi o'zi. 3 mashin bo'lsa tuzib bo'lmaydi buni. 2 mashin bo'lib turib, 3-jisma deysa, ya'ni davlat mulkiga zarar yetkazsa tuzib bo'lmaydi. Sug'urtasi bo'lsa tuzib bo'lmaydi. Fazlak, qarama-qarshi dursa, qizil do'stlar tuzib bo'lmaydi. Yana bor, ikki punktlar bor. Buni biz shu borib ko'rib, o'rganib chiqib, keyin Yevroprotokol tuzib beramiz. Ko'zdagilardan 3-mashinani olib turib, jisma degan bo'lsa, zilaklarni gizlab turib ham Yevroprotokol tuzib berganlar bor. Yo'q, qarorni o'ylash kerak. Ertaga suvdan chiqqan ishonch hosil bo'lmaydi. Keyin Yevroprotokoldan narsa. Buncha ahamiyat beringlar. Navbat tuzajak Yevroprotokolni. Kim tuzajak? Qaysi holatda tuzajak? So'rab surishtiringlar boshqa. Biz shuni ikki sho'xning o'rtasida shartnoma asosida kirib, uchinchi shaxs bo'lib kirib, shartnoma asosida tuzib berib, sug'urta yo'llantiramiz hujjatlarni. Qancha xizmatlaringiz bor? Yevroprotokol xizmatimiz bor. Baholat xizmatlarimiz bor. Sotdan keyin sotning qarori bilan sug'urtadan pul undirish xizmatlarimiz bor. Deganda evakuatorlarimiz bitdi, ikkidan mashina tashish, uning xizmatlarimiz ham bor.